Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Biz yana bir obyektimizni Namangan Norin tumani To'da qishlog'ida yakuniga yetkazdik. Ishimizni bitta ko'rib baho bering okalar. Video yoqsa bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring okalar. Alkafon stildagi diplomat ishlarimizni bu xonadonimizda ham qilib berdik. 48 million 250 ming so'mga polni hamma rasxodi ichida bitkazib berdik bu xonadonimizni. Mana shu summaning ichida mana bu joydagi koridorlari, oldi shapka va mana bu chiroyli ko'rinishdagi kukushkamiz ham hammasi kiradi. Vodostokalari, mana bu joyda koridorimiz ham bor. Xudo xolasa juda ham chiroyli ko'rinishda bitkazib berdik. Bu yoq tomondan ozgina bu tomonga burilgan, orqa tomonda bir 8 metr hojatxonani oldi ham bor. Ana shu summaning ichida ko'rishingiz mumkin. Bu joyda mana navesimiz bor. Narigi tomonda 8 metrga 430 santimetrli darvozaxonamiz bor. 60 santimetrga bunaqasiga 8 metr, ko'cha tomonda ham 130 ga 5 metrli o'stirmamiz bor. Bu yoq tomonda ozgina ishlar chala qoldi, okalar. Summasini aytganimizdagi qancha joyini tunkafonga qilib berganimiz sizlarga aytish uchun joy ham razmerlargacha aytib berdim sizlarga, okalar. Mana bu joyda hojatxona, ponni aylanib turib 4 ta tomoni bor, u joyda ham. Ana shu 48 million so'mmaning ichida bo'ldi hammasi, okalar. Xudo xolasa xonadonimiz juda ham chiroyli ko'rinishda bo'lib bitdi. Darvozaxonamizga ham bitta baho berib qo'ysangiz bo'ladi, okalar. O'ta chiroyli chiqdi. Bachkana desangiz bachkana emas. O'ta sodda desangiz sodda emas. Haqiqiy skromniy, bogatiy fason. O'ta go'zal. Xudo xolasa. O'zimizga ham juda ham yoqdi. Svetlarni ham, lampalarni ham o'rnatib ulab berdik. Mana bu naqsh gullari alkafondan bo'ldi, okalar. Qolgan hamma joyi oppoq bo'ldi. Nerjevaka qo'shib qiluvdi. Bundan oldingi obyektimizda bu joyda nerjevaka qo'shmadi. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi okalar choklar tabiiy holatda kelgan. Umuman germetika mana bu choklarga sarg'ayib ketgan holatlar bo'libdi. Germetika sabab, xudo xolasa mana bu choklarga ham ustab tashlashadi germetikani. Xudo xolasa bizda bunaqa holatlar yo'q. Tabiiy holatda kelgan. 10 yil, 15 yil, 20 yilda ham sarg'ayib, umuman sarg'ayib ketmaydi. Mana shu tunkafon qancha tursa, xudo xolasa sarg'aymaydi inshaalloh biz ishlar. 04 oqmati 04 tunkalardan foydalanganmiz. Toshkentning TMZ tunkasidan eng garantiyali yaxshi tunka. Toshkent tunkasidan foydalanganmiz, okalar. Oldi shapkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana alohida ko'rsatib o'taman. 1.20 lik o'stirmamiz. Nima deyapti, okalar? Samarezli ko'rinmagan eng muhimi. Umuman samarez betidan urilmagan, xudo xolasa pashti. Bitta yarimta oldidagi peshanasida mana bu joyda bitta 4 metrda bittadan sho'rib bor xolos. Qolgan hech qayerda bunaqa sho'rib samarez yo'q. Bu joyda mana kukushkamiz bor. Buni ham chiroyli qilib ishlab berdik. Joyi holatidan kelib chiqib. 48 million so'mmaning ichida okalar, mana vodostokalari ham bor. Buni travetinchilar olib turishar ekan baqa, mana shu bitta salaqt qilib qolar ekan. Qolganlari xudo xolasa salaqt qilmaydi. Chiroyli qilib o'rnatib berganmiz, devordan qochirib travetinga ham, sukulga ham. Umuman xalaqt qilmagan qilib chiroyli qilib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, okalar, aloqaga chiqaverasizlar. Profilimizga kirib, kanalga kirib ko'rsanglar, polni ishlarimiz chiqib keladi, okalar. Video yoqqan bo'lsa, okalar, ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kirib kelayotgan Ramazon emas, Qurbon hayiti barchangizga qutlug' muboraklik bo'lsin. Vatandoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar, xizmatdamiz. Like bosishni esdan